Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yuz terisini uy sharoitida kimyoviy vositalarsiz oqartirish va tiniqlashtirish sirlari bilan bo'lishaman. Agar sizda quyoshdan qolgan dog'lar yoki yuz rang notekisligi bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida eng samarali sehrli niqobni ko'rsataman. Birinchi usulimiz yapon ayollarining go'zallik siri bo'lgan bu guruch suvi. Guruch tarkibidagi vitaminlar terini oqartirish bilan birga uni yoshartiradi. Buning uchun guruchni yuvib, suvida 1 soatga qoldiring. So'ngra paxta yordamida yuzingizni har kuni artib turing. Ikkinchi va eng oson usul bu oddiy qatiq yoki smetana. Qatiq tarkibidagi sut kislotasi o'lik terilarni tozalaydi va rangini ochadi. Qatiqqa bir necha tomchi limon sharbati qo'shsangiz, natija yanada tezroq bo'ladi. Niqobni yuzga 15 daqiqa ushlab, so'ng iliq suvda yuving. Uchinchi usul esa kartoshka sharbati. Ko'pchilik bilmaydi, lekin oddiy kartoshka tabiiy oqartiruvchi vositadir. Kartoshkani qirg'ichdan o'tkazib, sharbatini siqib oling. Uni ko'z ostidagi qora dog'larga yoki yuzingizga surting. 20 daqiqadan keyin yuzingiz naqadar tiniqlashganini ko'rasiz. Azizlar, bu muolajalarni haftada 2 marta muntazam bajarsangiz, 1 oydan keyin yuzingizda sezilarli o'zgarish bo'ladi. Siz qaysi usuldan foydalanib ko'rgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.